Men yemaganman buni shirin morozdan. Yozgi kunida uy sharoitida muzqaymoq, milkshake, ayron xullas har qanaqa salqin ichimliklar tayyorlashni yaxshi ko'radiganlarga zo'r apparat olib kelib qo'ydik. Hozir shuni qanaqa ishlatish ko'rsatib beraman. Biz muzqaymoq tayyorlamoqchimiz. Biz hozir muzqaymoq uchun quyultirilgan sut va qaymoqni aralashtirib oldik. Uy sharoitida o'zingiz tabingizga qarab xohlagan narsangizni qo'shsangiz bo'ladi. Hozir buni buning ichiga qo'yamiz. Keyingi bosqich buni yoqamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek 6 ta rejim bor. Xohlaganingizni tanlaysiz. Bizga slush kerak yoki milkshake, frappe, kokteyl xohlaganingizni tanlasangiz bo'ladi. Endi bu yerdan biz slushni tanladik va muzlatgichni bosamiz va buni bossak boshlanadi. Bu rejimga qo'yib taxminan 15-20 daqiqa kutsangiz, buni ichidagi ancha sovib, qo'yiqlashadi. Mana muzqaymog'imiz ham tayyor bo'ldi. Siz ham uy sharoitida bemalol tayyorlasangiz bo'ladi. Agar narxlari sizga qiziq bo'lsa, izohlarda plyus belgisini qoldiring.